Birazdan ochiq sochiq kiyib olib bilan. Endi Qashqadaryoga keldim-da. Toshkentda bunaqa kiyib yurmayman-ku. Fayzi bola. Nima bo'pti shuni kiyib yursan? Toshkentda kuladi hamma. Kim kuladi og'ziga sizga? Toshkentda kuladi, shunaqa kiyib yursan. Qishlaqi deysanmi? Ha, bunaqa kiyib yura olmayman Toshkentda. Mana hozir ko'rsataman. Qashqadaryo. Mana Qashqadaryo. Ona jim. Ha? Jim. Shovqin qilma jim. Voy, ona sen muschami? Ha. Oh. Mana bu akam uyi 18-17 yosh qizini nashtiryapmiz. Sovchi yeb qo'ydi, sovchi kelaverdi, oxiri berishga majbur. Ko'chalarimizni qarang, qanday chista, akkuratniy, rossa qizlari top-toza qilib qo'yadi, supurib ertalabdan. Mana. Hop. Bu akam uyi. Yengam xizmatda. Akam uyi bu. Nima bo'ldi? Dasturxonlar bezadilaringizmi? Hovlilar, qarang, dahshat hovlilar. Osh pishdimi? Qani yog'di? Qayerda? Ha, yo'q, ana dasturxonni hozir ko'raman. Dadam bilan akam. Osh pishdimi, osh? Ey! Jonim o'zim, assalam o'zim. Sizlar odamlari zo'rda. Choynikni ko'tarib suv ichishiga necha endi? Meni stilimda, u meni stilim. Hozir ana qudalar keladi. Mana tayyorlab qo'yibdi. Qudalar keladi hozir. Prosta patnis berib, zirak bog'lab ketadi. Zirak. Malades. Dasturxonam zo'r bo'ldi. Hali osh, ana qilganmiz. Ko'cha osh, bir 10 xil ovqat. Qaynatma, sho'rva, keyin ana ismaloq pirashki, har xil pirashkilar. Sen ham pishiryapsanmi? Biz kechasi bilan uxlamay pishirib chiqdik. Hammamiz. Qo'shalim o'zimni aqlligim, bu aqlli. Spokойный bo'la. So'zla turaman. Eski ama sog'ingan mana shu yerlarda yotishdi boku. Yerda yotishgan. Toza qilib qo'yadi, yengemlar rosa tozakash. Eski mana bu yerda yotsang jinjal bitami, arvochal bitami odam. Shuda, gullar hamma sharoit qilib qo'yibdi. Mana qudalar kelsa endi mana tortib qo'yib, mana katta uyini endi bitkazadi. Uy yozga, to'ygacha, katta to'ygacha. Birovlarga. Bitta maslahatlaring kerak. Sardor. Maslahat kerak. Nima deng endi so'rang, nima edi deng. Nima maslahat? Короче, erim to'yim biz 7 yil yashaganmiz-da. 7 yil yashaganmiz, bir o'g'il, bir qizim bor-ku. 7 yil yashaganmiz. Короче, u 10 yil yashadi. 3 ta qizi bor, menda bir o'g'il, bir qiz. Hozir aytayapti, u bilan ajraldi. 3 bolasi bilan ajralib 3 million aliment chiqarib bergan u. Men alimentga bermaganman, hujjatni yopib yuborganman. Aytayapti, yarashaylik boshqatdan, birinchi vaqtga kelmaykan, deyapti. Bitta Dubayga kelib ketgan, keyin yarashasizlar. Jinni. Shunga nima deysizlar? Mana shuncha xalq o'tiribdi-da, sizda odamlar ko'p-ku. Yarasha og'ziga siki, yarasha bolalarni otasi bilan katta bo'lgan yaxshi-da. To'g'ri, lekin erta yana shu qilig'ini qilsa, yana ichib, yana bilyardga ketib, bir oyda, bir oy uniki, bir oy yaxshi yashaydi, уже ikkinchi oy yana boshlanadi. U xotin ketibdi, pashol deb. Yarash deydi. Yarashgani qo'rqyapman do'stlar. O'sha jelaniya yo'q. Bir to'shakda yota olmayman. Chunki 10 yil o'zlaring o'ylab ko'ringlar, 10 yil. Unda yarashmaysan deydi. Chunki ichadi-da, u oila boqmaydi. U meni bolalarimdan voz kechib, boshqa xotinni tanlovdi. Mana 10 yil o'tib, endi uni 3 ta qizidan voz kechib, endi yana bizlarni tanlayapti.
O'shta qizni baxti nima bo'la? Men-ku yo'limni topganman. Bolalarim katta bo'lgan, uni bolalari kichkina. Endi ularni ham qarashdan voz kechib, katta o'g'lim katta-da, 15 yosh уже. O'g'lim endi tayyorgina boquvchi unga. Shular o'ylayapman-da. Sizga oilaviy hayotga men aralasholmayman. Meni aqlim yetmaydi, chunki oilam Kecha aytdim, javob aytdim kecha. Yo'q, bo'lmaydi dedim. O'zingiz kuningiz ko'ravering, meni tinch qo'ying, meni xayollarim bo'lmang, men yaxshi yashab yuribman dedim. Tinch qulog'im, tinch boshim, birov ichib kelib meni urmaydi. ichib kelaveradimi? Aytib bersam bitta kitob yozaman. Men buni likkillab o'ynashimga inoq qilmanglar, umuman. Likkillab o'ynasam ham zakot produktdan qilib qo'yibman. Onasini ham Uni ham ururgan, uni ururgan, keyin pashsholar deb ketganda, ikkita non olib kelmasa erkak uyiga, ikkita non olib kelmasa, u qanday hayot? Aytingchi? Qanday hayot? O'zida o'zi urmasa kerak. Ichib keladi, ayasiga aytib berar, ayamga nimaga aytding deb uradi. Odam bo'lmaydi deydi. To'ppa-to'g'ri. Bitta qari odam aytyapti. Siyir qora bo'lib qolmaydi deyapti. Siyir kecha ayta, oxirgi imkoniyatni bermaysanmi? Eng tuban odamga ham oxirgi imkoniyat beradi-ku deydi. O'zbekistonda qonun chiqibdi-ku, ayollarni bitta ursang qamatib yurar ekan Umrbodga. Butun urug'aymog'imni olib kelaman deydi. Butun hammani oldiga o'rtasiga qasam ichib deydi, anaqa qilaman deydi. Men даже 7 yil yashagan bo'lsam telefon ishlatmaganman. Telefon ham ishlatmaganman. Umuman shu qishloqda sharoitida yashaganman. Xizmatini qilib, hamma oilasini sevib, haligacha hurmat qilaman oilasini. O'zi bo'lmaydi. Oilasi zo'r, gap yo'q oilasiga. Alkash ekanda u. O'zi zo'r. Ana qaynatam-ku Xudo rahmat o'lib ketdi. Qaynam o'zi qo'ylab olmaydi ustiga. Umuman, lekin ro'zg'orga olib kelib tashlaydi. U Gavsukatday sizday qomat, xuddi sizday, lekin ona yuring, tufli olib beray, ona Shahnoz, bolalar ko'tarib qarab turaman. Go'shtsiz bo'lsa ham, piyoz, kartoshka bilan bo'lsa ham ovqat tiqi bugun ovqat tiqi bolalarni ko'tarib aylantirib kelaman. Sen ishlaring qil, keyin men kelamiz, o'tirib bolalar bilan guruhga o'tiraman. Unday yo'q. Pilaklab suv tashidim. 10 pilaklab qishti kuniga tashirdim Qashqadaryoda. Erka o'sgan qizman. Borib shular ro'zg'origa moslashib ketganman. 10 pilaklab shu suv tashiydim. Yuring suv tashing desam, bor o'zing tashi derdida karta, piva. Bolamni bitib o'tirardim. Bolamni bitib o'tirardim. Karta o'rtoqlar bilan kelib sahar 6 gacha uxlamasdim-da. O'rtoqlar bilan sahar 6 gacha karta o'ynab o'tirardim. Bitib o'tirardim. Qaynatam, "Oy, bolalaring uxlaydi, mana u xotining kirib uxlasin." desa, "Hozir sahar 6 gacha karta o'ynab o'tirardi o'rtoqlari bilan. Ichib, piva ichib. Ayshib o'tirar. Endi qara. Shahnoz. Ikkalangda o'ttalaringda ikkita bola bor, to'g'rimi? To'g'ri. U bola nima bo'lgan? Mana keladi, bola qiladi, Rossiyaga ketadi. Er ko'rmaganman. Umuman er bilan даже yotmaganman. Bir marta yotganman yoki 2 marta yotganman. Er ko'rmaganman umuman. Faqat qishloqda ro'zg'orini qilib yurganman, ish qilib. Keladi, bola bo'lar, ketar Rossiyaga. Rossiyaga borganman, 3 oy to'yimga borganman. To'yimdan keyin 3 oydan keyin olib ketgan Rossiyaga borganman. Hammasini sizga u mutant ekanda, bo'lmasa Rossiyaga to'yimdan keyin borganman, qarang, to'yimdan keyin borganman. Xazayni kelyapti bir kun. Lochinda erim. Ma'budmi og'ziga sizga? Lochin qani kelin deyapti menga. Lochin qani de. Ishga ketgan desam, 3 kundan beri yo'q-ku, bolalar pulini olib ketib qolgan. Butun 10 ta bolani pulini olib ketib qolgan Rossiyada bo'layotgan voqea. Siz Bansadan qachon chiqdingiz deyapti menga. Bansada nima qilaman aka desam, xotinim Bansada yotibdi aka, tanasini suv bosib ketgan deb turib, har kuni 1,5 ming, 2 ming rubl olib turgan. Xazaynidan. Har kuni 1,5 ming, 2 ming rubl olib turgan. Xotinimni tanasini suv bosib, xotin bechora bitta uyda quflanib yotibdi. Erim qachon ishdan kelar ekan deb. Poyez o'tardi Rossiyada. Poyez o'tardi, yashaydigan uyimizning oldida. O'sha poyezlar ovozi anomda qolib ketgan miyamda.
g'iz 3 bo'lardi ham kiymasdi. 4 bo'lardi. U hozir Qarshidami u ko'rish Chiroqchida, kecha? chiroqchida. Chiroqchida. Chiroqchilikka teganmisan? Gerengga o'xshab tanlab bo'yi kalta ekan. Unisi bilmay ekan deb shuni topganman-da. Yaqni pishirmaydi u? Yo'q, hech narsa hokimiyatda ishlaydi. Ko'rinishi, hokimiyatda gaplar, hokimiyatda вообще past ketish yo'q. To'yimdan keyin ishlang, anaqa borib hech bo'lmasa devor qo'yib paxsa qo'ysangiz ham beradi yaxshi pul odamlarga qo'sh. Men akalarim ham o'zi ishlab ro'zg'orini boqib ichmagan odam yo'q, ichadi, lekin ro'zg'orni qilib qo'yibdi. Boring ishlang desam, "Naxoy, men bormayman, hayotda ishlamayman" deb. Bilmadim. Chiroqchini qayeridan? Kommunizmdan.